7 kishilik crossoverlarni narxi bilan sindirib yurgan bu mashinani bilgan biladi, bilmagan esa meni obzorimda biladi. Qarshingizda G-Tour X70 Restyling. Avtomashinamiz yuragiga kelsak, 1.5 turbo dvigatel 147 o't kuchi sizni 100 ga atiga 8,5 sekundga chiqarishga qodir. Avtomashinamiz dvigateli 4 porsionli nemetskiy оборудование, ya'ni bo'sh bilan ishlab chiqarilgan. Avtomashinamiz ko'rinishi 90-yildagi Mercedes'dan ilhomlanib, takoy Mercedes dizaynda qilib qo'yishgan. Avtomashinamiz diskasi 20 dyumli litiy diskadan bo'lib, xohlamagan yo'lingizdan xohlagan manzilingizga sizni yetkazib qo'yadi, ya'ni yo'l tanlamas diskalar. Avtomashinamiz orqa qismiga kelsak agar, takoy bilet optika faralar bilan jihozlanib, bagaj elektronda qilingan. Undan tashqari oyoqda bagajni ochsalaringiz bo'ladi, ya'ni bufer tagida datchik bor, datchikni oldiga oyog'ingizni keltirib qimirlatsangiz agar, bagajingiz avtomatik tarzda ochiladi. Bagaj sig'imiga kelsak agar, 3 qatorli sedanlardan, ya'ni 7 kishilik mashinamiz bu. Siz 3 ta qatorni ham ochiq holatda qoldirsangiz agar 90 litr ob'yom bagaj, ikkinchi qator emas, uchinchi qatorni yotqizsangiz agar 450 litr ob'yom bagaj, ikkinchi qatorni ham yotqizsangiz agar 1,5 ming litr ob'yom bagajga ega bo'lasiz. Avtomashinamiz xavfsizligiga kelsak agar, sizlar 5 yulduzli deb hisoblasalaringiz ham bo'ladi. Nima uchun deganda, bagaj elektronli bo'lib, sizni, ya'ni bolalaringizni qismaydi. Undan tashqari 4 ta oynasi ham qismaydi, даже panorama lyuklarigacha qismaydi. Xavfsizlik uchun chista 5 yulduz deb hisoblayman. Avtomashinamiz salon ichki qismiga kelsak agar, multimediyniy elektrousиленный rul, kruiz kontrollari bor, zavodskoy video registratorlargacha qilib qo'yilgan, monitor 16 dyum, undan tashqari klimat kontrollarigacha bor, беспроводной zaryadnik, podstakanniklari, chista 8 bosqichlik avtomat klassika korobkasi. Undan tashqari EcoSport Winter 3 xil rejimda haydab bo'lasiz. Elektronli ruchnik, avto hold, start stop zajigание, monitorni xohlasalaringiz joystikdan upravlat qilishlaringiz mumkin, xohlasalaringiz sensorda bemalol u sizni xohishingizga. Bar esa холодильник, sovutish tizimlarigacha ega. Elektron tablongizda mashinani xohlagan informatsiyangizni olishingiz mumkin. Ya'ni balon damlarini kamayishi, baland bo'lishi farqi yo'q. Eshiklarning ochilishi, даже motorga nima bo'libdi, hammasigacha sizga polностью informatsiya berib o'tadi. Ya'ni statistikani mashina haqida shu yerdan elektron tablodan olsangiz bo'ladi. Gazroklari ham bor, gazroklarda oynachalari ham bor. Ochko qo'yish uchun joyi ham bor. Salon освещенияsi ham bor. Panorama lyuk. Polностью 1,5 metr siz uchun. Avtomashinamiz ikkinchi qatori просто tak konsertni zali. Nima uchun deganda, mana bu ham 185 bo'lib, shuncha prostransiyada o'tiribman. Ya'ni juda ham keng. Konditsioner deflektorlari hammasi bor. Narsa qo'yish uchun joy, USB portlari bemalol dam olib ketishingiz mumkin. Podlokotniklarigacha bor. Sidenyangiz bor, ikkinchi qatorda bo'lib, bemalol xohlasangiz oldinga, xohlasangiz orqaga, undan tashqari uzoq yo'llarga borayotgan bo'lsangiz, yotib olib ketsangiz ham bo'ladi. Bu sizni qulayligi uchun qilib qo'yilgan. Даже kojalari napa kojadan ishlov berilgan. To'g'jon, biz o'zbekchilikda 7 kishilik mashina hech qachon zarar qilmaydi. Chunki tog'ga chiqasizmi yoki biron dam olishga borasizmi, aniq bilaman, janlaringizni yoki naviralaringizni o'zingiz bilan olib chiqasiz. O'sha uchun maza qilib 7 kishilik mashinani sizlarga tavsiya etaman. Narxiga kelsak agar 21400 Trekkerni narxiga shu mashinani 7 kishilik crossoverni rasmiylashtirib beramiz. Butun O'zbekiston bo'yicha, xohlasalaringiz naqd pulda, xohlasalaringiz kreditga farq yo'q. Просто tak sizdan tashrif, bizdan esa mashinani rasmiylashtirib berish. Kimga qanaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa, agar pastdagi raqamlarga telefon qilasizlar yoki izohda o'zlaringizning raqamlaringizni yozib qoldirasizlar, menejerlarimiz sizlar bilan bog'lanishadi. Barchangizni kutib qolamiz.